o'qituvchilar oilasi, mana bu yerda meni kampirim, mana bu nevaralarim. Hozirgi vaqtda pensiyadaman. Lekin kitobni juda ham yaxshi ko'ramiz. Kitobxonlar oilasi. Biz mana shu kutubxonaga 19-yil tashkil bo'lgan bo'lsa, 20-yildan beri men shunga a'zoman. Mana shu kutubxonadan 10 talab kitob olib ketaman, uyga olib borib men o'qiyman. Mendan keyin bu nevaralarim ham o'qib chiqadi. Badiiy kitobga juda ham qiziqadi. Chet el adabiyotlariga ham juda qiziqadi. Mana hozir qo'llarida o'sha chet el adabiyotlaridan o'qib turibdi. Hozir meni farzandlarim, 3 ta qizim, 2 ta o'g'lim bor. 3 ta qizim, bittasi o'qituvchi, ikkitasi o'qituvchi, bittasi doktor. Meditsina xodimi. Yigitlarimiz ham o'qituvchi. Mana hozirgi vaqtda bugungi kunda bitta o'g'lim, nevaram Koreyada magistraturada o'qiydi. Bitta nevaram Toshkentda sharqshunoslik institutini bitiryapti. Bitta nevaram Samarqand davlat chet tillar institutini 4-kursda o'qiydi. Nasib bo'lsa, shu yerda yurdi yana bitta nevaram. Ana uni tayyorlanyapti chet tili, ingliz tilida. Umuman oilaviy hammamiz kitobxonlar, kitobni sevamiz, kitobxonlar oilasidamiz. Kitob haqida kitob bilim manbai deydi-ku. Kitob o'qigan odamni dunyoqarashi keng bo'ladi, birov bilan suhbatlashganda ham chiroyli gapiradi, yaxshi nutqqa ega bo'ladi. Kitobni yaxshi ko'rgan, sevgan odam bu dunyoda hech qachon xor bo'lmaydi.